Assalamu alaykum azizim. Mush daqiqada siz bilan birga bugun biz 2023-yilning eng oxirgi kunlarini o'z tush oldida turmoqdamiz. Bu bir yil balkim ba'zilarimiz uchun nurg'un go'zal aslimlarni qoldirgan unutulg'isiz bir yil. Bu bir yil balkim yana ba'zilarimiz uchun qanday o'tib ketganini bilolmaydek darajada o'tgan aldirash bir yil. Balkim ham ba'zilarimiz uchun jafoliq, azobliq bo'lsa-mu, ammo shukronlarga minnatdorlik to'lgan go'zal bir yil. Bu bir yil balkim yana ba'zilarimiz uchun arzu-havaslarga to'lgan ko'rash yili, ig'lik tiklash yili. Ham balkim ba'zilarimiz uchun didorlashni kutib umidlar bilan o'tib ketgan seg'inish yili. Yana nurg'unlarimiz uchun o'zimizdan iborat Rabbimizning bu go'zal sovg'asini bag'rimizga ching'ida besib, uning mavjudligini haqiqiy ko'rash va his qilishga boshlagan, o'zini suyishning shifoliq qadamlarini tamkin boshlagan o'zimizni suyish yili. Ham balkim qarindoshlarimizdan vaqtliq va vaqtsiz ayrilgan, nurg'un sinoqlarni boshdan kechirgan, shundaqdimi yanala hayotni qizg'in suyish yo'lida tinmay shukr aytib tirishchilik ko'rsatayotgan qaysarlik yili. Azizim, mayli bu bir yil siz uchun qanday yil bo'lishidan qat'iy nazar, endi u o'tib ketish oldida turmoqda. Shunga qani keling, bugun o'tib ketish oldida turgan bu bir yilingizga, uning hayotingizga elib kelgan barliq go'zallik va xobliqlarga, sizni tushungan va yoki tushunmaganlarga, siz so'ygan va yoki sizni so'yganlarga, hayotingizdagi siz tonigan va yoki tonimagan barliq do'stlarga, shundoqla mayli nimani bo'lmasin, o'zingizni suyish yo'lida hayot ekanligingizni, mavjudligingizni haqiqiy his qilish yo'lida tinmay bar kuchingiz bilan nafas olib kelgan o'zingizga, sizga bu ne'matlarni ato qilgan Rabbimizga tekrar rahmat ayting. Minnatdorlik bildiring. O'tib ketish oldida turgan bu kun yil bilan tang o'zingizdagi barliq pasibliklarni, qayg'u hasrat tingirqashlarni, o'ch adovat va hasadlarni yiroq-yiroqlarga cho'riytib kelish oldidagi bu yangi yilingizni mehr, muhabbat, oddiylik, minnatdorlik va qizg'inlik bilan, tabassum, xushallik bilan, samimiyat va sadoqat, sog'lomlik, arzu armonlar bilan, yangi plan, yangi qiyofat bilan, taqvodorlik, irodalik bilan Rabbimizga yaqinlashish bilan. Qisqasi, yep-yangi bir odam bo'lish uchun yangi kitoblarni o'qish bilan boshlang. 2024-yilingiz yep-yangi bir bo'lish uchun sizning kitob o'qish yilingiz bo'lsin. Chunki yilning beshi qanday boshlansa, oxiri ham shundoq bo'ladi. Shundaqla biz yilning beshida nimani terasak, aman shunaqa erishimiz. Azizim, o'ylanib beqing. Yangi yilingizda siz hayotlik etizingizga nimalarni termoqchi? Kelgusidagi bu har bir kuningizni qanday o'tkazmoqchi bo'lyapsiz? Shundoq, yillar haqiqatan rahimsiz. U mana mushundoq bir yil, bir kun, bir soatdan to'ydirmasdan bizdan asta-asta bolaligimizni, yoshligimizni, go'zalligimizni, hatto eng oxirida hayotimizni olib ketadi. Yillar ham shundoq odilki, u hammamizga o'xshashli 365 kundan taqsimlanib, har birimizning teragan o'riqlarimiz, tanlagan yo'llarimiz va bosgan qadamlarimiz badliga o'xshamagan mevalarni yeyishimizning shohidi bo'lg'usi.